Duxovkada ham zo'r o'xshab chiqarkan, xuddi tandirda yopgandek bo'larkan. Uyingizda bir marta tayyorlab ko'rsangiz, umuman ko'chadan sotib olmaysiz. Tandirniki bilan birga bir o'xshab chiqadigan achchiqqina nonni retseptini men sizga ko'rsatib bermoqchiman. Videoda ko'rsatilgandek hamma mahsulotlarni ketma-ket solasiz. Issiqqina suvi solasiz, eritilgan sariyog', unni solib, ustidan drojjani solib yaxshilab aralashtirib, yumshoqqina xamir qorasiz. Xamir qo'lga yopishmaydigan, lekin yumshoqqina bo'lishi kerak, ustini o'rab qo'yasiz. Xamirimiz oshib chiqqunicha duxovkani bitta tozalab olay dedim. Shu billuri mahsuloti bo'lgan mikrogranulali krem menga shunaqangi yoqdi. Любой joyi tozalayman desangiz shunaqa yaltilatib tozalab berar ekan. Eng muhim joyi umuman shilmasdan, tilmasdan tozalab berar ekan. Bu billuri mahsuloti shunaqa universalki, xohlasangiz vannada, xohlasangiz oshxonada ishlatsangiz bo'ladi. Universal antijer bilan bo'lsa, reshotkamni qotib qolgan yog'larni ham tozaladim. Mana hammasi top-toza bo'ldi. Bu yoqda xamirimiz ham oshib ketgandir. Oshgan xamirimizni olamiz, zuvalachalaga ajratib, shunaqa shakl berib olamiz. Bitta yaxshilab chakishlab olamiz. Men ustiga tuxum surmadim, sedana sepmadim, bolalarimga yoqmaydi. Mana achchiqqina nonimiz pishib chiqdi, ustilarini shunda suvlab olsak yaltirlab qoladi. Keyin mazza qilib bu nonni yeb olamiz.